Hozir mana shu yerda o'zimni tashlasam keyin ishonasanmi? Aldavosiz. Aldayotganim yo'q, ma'qul tanmayman deyapman senga. Hozir xolamni qizi deb o'tibsiz. Ya xo'p, sen tushib ketishim xohlasan, ha? Unda nimaga qo'lini ushlab turgandingiz? U inson. Xolamni qizi bo'lgandan keyin, men uni ko'rmaganman anchadan beri. Keyin tanib qoldi-da, keyin anaqa qildi. Ha, nima qildi? Ayting, men hammasini ko'rdim. Shu akajon deb quchoqladi. U siznimi yo siz unimi? Hozir mana shu yerda o'zimni tashiyman lekin. Tashing. Tashiyman. Mana turasiz bo'ling. Mana qara. Rostdan mana shu yerda o'zimni tashiyman deyapman. Bemalol. Mayli. Men hozir o'zimni tashiyman. Sevgimiz uchun qurbon bo'laman. Lekin sen bitta narsa unutma. Hayotda sevgidan kuyib qurbon bo'lganlarning soni bittaga ko'payib, sen men sevgimni sodiqligimga, men qara, shuni tushib men bu yerda gaplashaylik, hozir rostdan tushib ketaman. Demak, sen ham meni sevmas ekansan-da, ha? Sen menga xiyonat qilib yurgan ekansan. Nima? Ha, nima men bilan sakramayapsan? Indamay turibsanmi? Hazillashmang. Biz sen bilan do'st bo'lib qolamiz. Ey, qanaqa do'st bo'lding?